Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga dunyo daholari rukni ostida chop etilgan, bolalar uchun mo'ljallangan Albert Einsteinning Serqirra daho kitobining mazmunini e'tiboringizga havola etamiz. Dunyo daholari ruknidan joy olgan mashhurlarning har bir o'z yo'li, tafakkuri, ixtirolari, olamshumul ishlari va hatto taqdirlari bilan dunyoni o'zgartirishgan. Shunday taniqli insonlardan biri fizik nazariyotchi, barcha zamonlarning eng buyuk va eng katta ta'sirga ega fizik olim Albert Einsteindir. Albert Einstein bo'lishi mumkin emas deb uqtirilgan narsalarni tasavvur qilishdan aslo qaytmagan. Uning ziddiyatlarga boy serqirra ilmiy faoliyati va xavf-xatarga to'la shaxsiy hayoti dunyoning eng mashhur fizik degan nom qozonishiga sabab bo'lgan. Ushbu kitobdan yuvosh bolakay, juda yomon o'quvchi, qaysar yigitning quyilishi, patent idorasidagi muhandis, Olimpiya akademiyasi, ajoyibotga boy yil, xandaq ortidagi poydevor, umumiy nisbiylik nazariyasi, quyosh tutilishi, tinchlik tarafdori, yugurayotgan odam, maktub, hamma narsa nazariyasi, vaqt nisbiydir, Einstein bugun singari qiziqarli hikoyalar o'rin olgan. Bolalar va o'smirlarga mo'ljallangan ushbu bejirim tuhfa o'quvchilarga manzur bo'ladi degan umiddamiz.